Mukoshafatul Qullub. G'aflat davomi. Mo'min bechora hal va qiynalayotganlar yordam berish va Allohdan mag'firat tilash bilan mashg'uldirlar. Munofiq esa hoyu havas ortida quvib chor atrofga ochko'zlarcha tashlanishni kasb qilgan mo'min yolg'iz Allohga suyanadi. Undan boshqasini haqiqiy xaloskor deb bilmaydi. Munofiq esa Allohdan boshqa har narsaga sig'inadi, yolg'iz Allohga tavakkal qilmaydi. Mo'min dinini pulga va mol-mulkka sotmaydi. Uning e'tiqodida oldin din, iymon, so'ngra mol-mulk va puldir. Munofiq esa dinini pulga sotadi. Uning uchun pul va mol-mulk dindan ham iymondan ham ustun turadi. Mo'min Allohdan boshqa hech bir zotni qo'rqmaydi. Munofiq esa Allohdan boshqa har kimdan qo'rqadi. Mo'min gunoh qilishidan saqlanadi, Alloh uchun ko'z yosh to'kadi. Munofiq esa gunoh qilishdan qo'rqmaydi, doimo qo'lida kuladi. Mo'min yolg'iz qolib qalbida Allohga sevgisini kuchaytirishini yaxshi ko'radi. Munofiq yolg'izlikni yoqtirmaydi. Odamlar bilan aralashib o'tirishdan rohatlanadi. Mo'min tuzatishni, islohni sevadi, buzg'unchilikdan tiyiladi. Munofiq esa buzg'unchilikni xush ko'radi va bu buzg'unchilik oxirida xayriya to'lamoqchi bo'ladi. Mo'min faqat Alloh buyurgani uchun yomonliklarga to'sqinlik ko'rsatadi, ezgu amallar qilishni istaydi. Munofiq esa o'z foydasini ko'zlab monelik qiladi yoki buyuradi, hatto yomon narsalarni tashviq qiladi. Yaxshi narsalar yo'liga g'ov bo'ladi. Shuning uchun ham Alloh taolo bunday dedi: munofiq erkaklar bilan munofiq ayollar bir-birlaridandirlar. Ular odamlarni yomonlikka buyuradilar, yaxshilikdan qaytaradilar va qo'llarini xayr-ehsondan tiyadilar. Allohni unutishgach, u ham ularni unutadi. Munofiqlar albatta fosiqlar. Tavba 67. Munofiqlar va kofirlarga Alloh ular abadiy qoladigan jahannam olovini va'da qiladi. Ularga va kifoyadir. Ularni Alloh la'natladi. Ular uchun yana doimiy azob bordir. Tavba 68. Albatta, Alloh barcha kofirlar va munofiqlarni jahannamga jam qilguvchidir. Niso 140. Iymonsizlar va munofiqlar kufr keltirgan yoki nifoq holatda vafot etsalar, ular uchun abadiy jahannam azobi bordir. Ko'rilgandek oyatda oldin munofiqlar so'zi kelgan, chunki munofiqlar iymonsizlardan ham sharir, buzuq va xatarlidir. Yana Rabbimiz buyuradi: albatta munofiqlar do'zaxning eng tubida bo'lurlar. Ularga o'shanda biror yordamchi topmaysiz. Niso 145. Bir hadisda bunday deyilgan: munofiq ikki begona so'ruv orasida qolib, bir u so'rovga, bir bu so'rovga qo'shilmoqchi bo'lgan, lekin har ikki so'rovda ham begona bo'lgani uchun hech biriga kirolmagan. Qo'yga o'xshaydi. Shu singari ikkiyuzlamachi munofiqlar ham na iymonlilar yonida qaror topadilar, na iymonsizlar yonida. Alloh jahannamni 7 qavat qilib yaratdi va bunday buyuradi: ularning kofir va
gumrohlarning barchasi uchun va'da qilingan joy jahannamdir. Uning 7 darvozasi bo'lib, har bir darvoza uchun ularning bir to'dasi taqsim tayin etilgandir. Hijr 43-44. Jahannamning temir darvozalari la'nat bilan yopilgandir. Usti misdan, osti qo'rg'oshindan asoslarida azob bordir. Jahannam ahli pastdan yuqoridan, o'ngdan so'ldan tabaqqa tabaqqa alangali otashga duchor bo'ladilar. Eng ostki tabaqa munofiqlar uchun hozirlangandir. Bir kuni Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz huzuriga kelganida Rasuli akram: ey Jabroil, menga jahannam olovini va uning haroratini ta'riflay olasizmi, degan savoliga bu javobni oldi: Alloh jahannam otashini yaratdi va 1000 yil yoqdi va u qip qizil holga keldi. So'ngra 1000 yil yana yoqdi, oppoq holatga keldi. Undan keyin yana 1000 yil yoqdi, qora holga keldi. U tim qorong'ulikdir. Ey Muhammad, seni payg'ambar etib yuborgan Allohga ont ichib aytamanki, agar jahannam ahlining kiyimlaridan bir libos yer yuziga chiqsa, butun insonlar halok bo'ladi. Jahannam suvida bir ko'za suv yer yuzi suvlariga qo'shilsa, undan ichgan nobud bo'ladi. Agar Allohning so'ngra uzunligi 70 gaz bo'lgan zanjirga solingiz. Haqqa 32 oyatida aytgan zanjirlardan biri gazi dunyo tog'laridan birining ustiga tushsa, muqarrarki tog' erirdi. Agar bir inson jahannamga tushirilib, keyin dunyoga chiqarilsa, yer yuzidagi barcha insonlar uning zaharli hididan o'lardi. Allohni va uning buyukligini tanigan odam undan qattiq qo'rqadi va kelgusida azobga duchor bo'lmaslik uchun nafsini isloh etishga kirishadi va qilgan gunohlari ustidagi pardalar ochilib, Alloh huzuriga keltirib muhokama qilinishi natijasida jahannamga uloqtirilmasdan oldin ilohiy amrlarga rioya qiladi. Necha maysafitlar borki, jahannamdan voh keksaligim deb baqiradi. Necha yoshlar borki, oh yoshligim deb fig'on qiladi. Necha xotinlar borki, oh roziliklarim deya g'ujanak bo'ladi. U yerda hammasining yuzlari va vujudlari qop-qora bo'lar, bellari siniq bo'ladi. Na kattalarga izzat ikrom, na yoshlarga marhamat, xotinlarga ham shubhasiz hech qanday shafqat bo'lmaydi. Ey Alloh, bizni otashdan yonishga sabab bo'ladigan har turli amaldan o'zing asra, bizga marhamat qil. Ey afv etuvchi Alloh, bizdan marhamatingni darig' tutma. Bizni yaxshi kishilar yonida jannatingga qo'y. Ey Alloh, ayblarimizdan o't, bizni qo'rquvlardan xalos et. Ey Alloh, qabohatlarimizni nazariga ilma, bizni o'z huzuringda rozil etma. Rahmonlarning Rahmoni Muhammad payg'ambar hojamizga alayhissalom bu uning go'zal axloqiga
axloqiga ergashganlarni ikki dunyo omon saqla. Mukoshafatul qulub. Tavba. Erkakmi xotinmi, qat'iy nazar har bir musulmon tavba qilish vojibdir. Alloh taolo buyuradi: